Yaqinlikdan zerikdingizmi? Yil yakuni yaqinlashgani sari maktabdagi odatiy darslardan charchadingizmi? O'zingizni namoyon qilish bilan bir vaqtda maroqli sayohatga nima deysiz? Kutib oling, Turon odob ilmida nufuzli olimpiada sizni kutmoqda. Olimpiadada 4, 5, 6, 7 sinf o'quvchilari matematika va ingliz tilidan, 8 va 9 sinf o'quvchilari kimyo, biologiya, rus, ingliz, ona tili, tarix va matematika fanlaridan egallagan bilimlarini sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Qatnashuvchilar uchun bepul avtobus xizmati, mazali va sifatli tushlik taqdim etiladi. G'oliblar uchun 150 million so'mdan ortiq qiymatdagi qimmatbaho sovg'alar tayyorlab qo'yilgan. Birinchi o'rin 4, 7 sinflar uchun velosiped, 8, 9 sinflar uchun esa planshet hamda 100% vaucherlar taqdim etiladi. Ikkinchi o'rin AirPods Max hamda kitoblar to'plami, shuningdek 70% vaucher. Uchinchi o'rin AirPods Max hamda maktab tomonidan 50% vaucherlar ham ajratilgan. Qatnashish esa mutlaqo bepul. Shoshiling, sayohat qiling, yangi do'stlar orttiring va o'zingizni namoyon qiling. Ro'yxatdan o'tish uchun Telegramdan Qabul Turon botga kiring.